boshqacha. Siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Olam kasalman demang, olam kasalman demang. Assalomu alaykum Zebaxon opajonimiz. Avvalambor biz sizni bugungi umringiz bahorining eng go'zal va fayzli ayyomi bo'lmish ona kuningiz 54-yil avvalambor biz sizni bugungi Allohimizga banda Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga shukrona umid bo'lgan ayyomingiz ila muborakbod etaman. Shodliklarim sig'may ketar tanamga. Bolam deya kirib kelsa xonamga, farishtaga o'xshar deyman. Aslida farishtalar o'xshar mening onamga. Donolardan o'tib tushar zehni bor, dunyolarga yetadigan mehri bor, qalbida o'zgacha bir sehr bor. Farishtalar o'xshar mening onamga. Deya sizga eng samimiy tilaklarni tilayotgan yaqinlaringiz bor. Marhamat, ulardan ham eng go'zal tilaklarni eshitib qolamiz. O'g'lingiz Abbosbek akamizdan eng go'zal siz uchun atalgan tilak va tabriklarni eshitib qolamiz. Marhamat. Opa, tabriklayman. Ilohim baxtimizga sog'lik, uzoq umr tilayman. Shu oilalarimizni nomidan arzuman tarakani qabul qilasiz. Umringiz uzoq bo'lsin, yuzlaringiz bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Qizlari Sabohatxon opamiz bor ekanlar. Marhamat, sizdan ham eng go'zal tilaklarni eshitib qolamiz. Opa, vaqtimizga salomat bo'ling. Jannatim ona. Umringiz uzoq bo'lsin. Hamisha shu oilangiz bilan vaqtingizda o'ylab kelib yurgaysiz. Vaqtimizga sog' bo'ling.